Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun xudo xolasa sizlar bilan uchuvchi bisektrisa uning xossalari degan mavzudan. Bu xo'p IDC kitobimizdan. Xo'p boshladik. Birinchi o'rinda bisektrisa degan narsani avvalambor biz o'rganamiz burchakda, to'g'rimi? Ya'ni burchak bisektrisasi nima desa, burchakni tengga bo'luvchi chiziq edi, to'g'rimi? Ya'ni nur edi. Endi uchuvchida hech o'zgaradi narsa. Chunki bizlar burchakda nima bo'lardi? Mana shu bisektrisa desa shuni ketaverardik, to'g'rimi? Xuddi shunday endi mana bisektrisa, ya'ni burchak teng bo'lib bersa bo'ldi bizga. Asosiy sharti shu edi. Endi biz uchburchak bisektrisasi deganda mana bu uchburchakni keyingi tomonidan keyingi qismi bizga zarur bo'lmaydi. Mana shu joygacha bo'lgan kesma nazarda tutiladi. Ya'ni bir uchburchakning bir uchidan chiqadida shu burchakni tengga bo'lib turib, keyingi tomoniga shu uriladi. Mana shu joygacha bo'lgan qismi uchburchak bisektrisasi bo'ladi. Tushunarli? Endi buni biz L harfi bilan birlashtirganmiz. Misol uchun mana bu tomonni A, bu tomonni B, bu tomonni S deb faraz qilgan bo'lsak, LC, ya'ni S tomon tushilgan bisektrisa deb qo'llanamiz. Xo'p. Bisektrisaning xossalaridan boshlaymiz. Birinchi o'rinda bisektrisaning xossasini o'rganadigan bo'lsak, bisektrisa o'zi tushgan tomonni yon tomonlarga nisbatan bo'ladi. Ya'ni bu nima degani desa, bu degani misol uchun mana bu yer x deb olsak, mana y deb oladigan bo'lsak, A ni B ga nisbati A ga mos keluvchi tomonimiz x, B ga mos keluvchi y. Mana shu xossa hisoblanadi. Asosiy xossalardan biri. Tushunarlimi? Mana shu narsa demak ekansa, ixtiyor tomonga tushsin bo'ldi. O'zi mana nima bo'larkan? Shu yon tomonlar nisbati bilinadi. Xo'p, yana bir xossasidan biri uchala bisektrisa bir nuqtada kesishadi. Tushunarlimi? Mana shu. Mana uchburchakning 3 ta bisektrisasi bir nuqtada kesishadi. Shuni esdan chiqaradi. Bu xossalar hisoblanadi. Endi biz mana shu asosiy xossalarni o'rganib oldik. Xo'p, endi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar nima desa, uchburchakning bisektrisasini topish formulalari. Uchburchak bisektrisasini topishda 3 ta formula mavjud. Birinchi formulasi eslab qolamiz. Bu nima ekan desa, qarang, buni endi formulani qo'llash uchun sizga kerak bo'ladigan qismlarni aytib o'taylik. Bisektrisa o'tkazdik, to'g'rimi? Evet, alfa taqsim 2 deb olaylik, bo'linganligini bildirish maqsadi. Eslab qo'yinglar. X ta tomon, mana S berilmasa ham bo'laveradi bu yerda. Bu yerda S berilmasa ham bo'laveradi. X ta tomon va ular orasida burchak berilgan bo'lsa, 2AB kosinus alfa taqsim 2 taqsim A plus B bo'ldi. Ya'ni nima degansa, uchburchakda biror bir tomonga tushirilgan bisektrisasini topish uchun bizga u tomon kerak bo'lmaydi ekan. Bizga kerak bo'ladigan yon tomonlari o'lashdi burchak. Tushundingmi? Bo'ldi. Mana shu birinchi formula. Endi bu birinchi formula. Ikkinchi formulada esa qarang. Bunda uchala tomon berilib qolishi kerak bitta. Bunda nima? Burchak kerak bo'lmaydi. 3 ta tomon berilib qolgan bo'lsa, shu formuladan foydalanasiz. Buning uchun biz ikkinchi formulani Geron formulasiga jicha o'xshashib ketgan joyi bor. Ya'ni yarim perimetrdan foydalanadi. Uchburchakda o'zi ko'p joyda yarim perimetrdan foydalaniladi. Xo'p, endi qaranglar, ikkinchi formulani tushuntirib o'taman. Ikkita qism A plus B, bu yerda yon tomonlari ildiz ostida bo'ling misol. A B P P minus S. Tushundinglar? Bu yerda P yarim perimetr. Yana nima ekan desa, mana yon tomon ikkita qism yon tomonlar yig'indisi bu yer ko'paytirilgan. Xo'p, nima bo'layotgansa, xo'p, A B bu endi yon tomonlari P ga ko'paytiramiz. Ana shu tushgan tomonni ayirib. Bunda hech qayerda mana ko'ryapsizlar, nima? Burchak ishtirok etmaydi. Bu yerda kerak bo'ladi nima desa, uchala tomon. Tushundinglarmi? Yana bitta formula bor, 3-formula. Bu formula endi mana bu undan ko'ra osonroq, ya'ni 3 ta tomon berilsa ishlatiladigan formula. Xo'p, endi bu formulamiz nima? Buning uchun bizga mana bo'laklar kerak bo'ladi. Ya'ni shu bisektrisa ajratgan qismlarimiz.
A ni B ko'paytmasi, X ni Y ko'paytmasidan ayirib turib, izohasi bo'ldi. Tushunarlimi? Bu juda ham oson. Tushundinglar-a? Qiyin emas ekan-a? Mana shu formula bo'ldi. Adashsam bu formulani men keltirib chiqardim. Bularda esimda yo'q. Oldin keltirib chiqarib berganman, lekin hali video darsligimizda puzlarda keltirib chiqardim, esimda yo'q lekin. Mana shu formulani qo'yamiz. Xo'p, davom etamiz. Demak, uchuvchani mana shu narsalar nima ekansa, xossasi va bissetrissasi topish formulari ekan. Aka, sekin davom etib qo'yamiz. Bo'ldimi? To'g'ri bo'ldimi? Endi mana bu narsani ham aytib o'tishimiz kerak, hurmatli o'quvchilar. Tushunib olinglar. Bissektrisa nima qildi bizga? A, B yon tomonlar nisbatda bo'ldimi? Mana masalan. Qaranglar. Yon tomonlar nisbatda bo'ldimi bissektrisa, to'g'rimi? Mana bu 3-tomonda, ya'ni A ni B ga nisbati X ni Y ga nisbatiga teng bo'ldimi? Yana bir narsa bu tenglik bo'ladi. Bu ham xossi. Nima ekansa, esingizda bo'lsa, uchburchak uchidan tushib, asosini qanday nisbatda bo'lsa, nima qiladi? Yuzini ham shu nisbatda bo'ladi degan xossa bor, to'g'rimi? Demak, mana shu xossaga ko'ra nima qilamiz? S1 ni S2 ga nisbat deb qo'yamiz. Bu nima degani? Desa tushuntirib o'tay. Deylik, masalan, bu tomoni 3 deydi, bu tomoni 7 deydi. Eshitdingmi? Yuzini deylik o'zimiz ixtiyoriy son qo'yib necha deydi yuzini, общий yuzini? S uchburchak yuzi necha deydi? Ha? Nima bo'ladi? Prosta son aytdim, men son 60 deb qo'ying, bo'ldi. 60 kattalab ketadi, to'xtanglar. Mana tomon jaketni qo'yishimiz kerak. Xo'p, 15 qilib ko'raylik. Salali haqiqatga. U haqiqatga yaqin bo'lmaydi, undaymi? Unda to'xtanglar, 10.5 bo'lsa, hop 3 kere 7 21, 21 yarimi 10.5, 10.5 sinus 90 bo'lganda ham 10.5, undan ham kichkina olishimiz kerak. Mayli, unda 5 qilib qo'yamiz ekan, bo'ldi. Haqiqatga yaqin bo'lishi kerak bu. Endi zvachkani tashlaylik, uni olamiz. Mana. Bissetrisa. Bissetrisa tushdi, shu ikkita uchburchakka bo'lindi. Shu uchburchak yuzlarini toping desa, mana shuni bittasini S desa, mana shuni 5 minus S bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ldi. Nima qilasiz endi desa, S ni 5 minus S ga nisbati nima bo'ladi ekan desa, 3 ni 7 ga nisbati ketadi. Ya'ni bissetrisa tushirganda mana shu yuzalar yon tomonlar nisbatidan bo'linadigan xossa. Tushundinglarmi endi? Nima boshladik? 7 S teng 15 minus 3S. 10 S teng 15 u S teng 1,5. Bu tomon 1,5 bo'lsa, bu tomon 3,5 bo'ladi. Bo'ldi, mana shu misol tariqasida berib qo'ydik. Xo'p, tushunarli? Qiyin emas ekanmi? Ya'ni bu nima ekan desa, yon tomonlar asosni o'zi nisbatda bo'lyapti. Yuzani ham shu nisbatda bo'ladi degan xossa xolos. Tushundinglarmi? Qiyin emas ekanmi? Xo'p, endi davom etamiz, hurmatli o'quvchilar. Misollarni kitobdan foydalanib tushuntirib ketaveramiz. Bu yerda kitob. Xo'p, qaranglar. Uchinchi misol. Endi osondan boshlaymiz albatta. To'qqiz 12 6x. O bissetrisa. Bissetrisa o'zi tushgan tomonni yon tomonlar nisbatda bo'ladi degan xossa kerak. X ni 6 ga nisbati 12 ni 9 ga nisbati edi. Tushunarlimi? Bu yoq endi bo'lsa x ni 8. Bo'ldi. Ikkinchi misol. Keyingi misolga o'tamiz. Sakkizinchi misoldan ko'rib o'tib ketaveraylik. 16 10 bir x ekan. Xo'p, mana shu x toping. Perimetr 39 ligi bor ekan. Bu yerda ABC deyapti, perimetr, yarim perimetr demayapti, perimetr deyapti. Shuni e'tiborga berishimiz kerak. Xo'p, demak nima bo'ladi? 16 ga 10
necha bo'ladi? 26 bo'ladi. 39 dan 13. Bu tomonga 13 qolish uchun mayt 13 minus x bo'lishi kerak. Demak, nima qilasiz? X ni 13 minus x ga nisbati x ga mos keladi 16 taqsim 10. Buni bu yog'i hop, bu yoqqa o'tkazib yuborsak, 10x teng 16 kare 13 minus 16x. Bu yoqqa olib o'tamiz. 26x teng 16 kare 13. X teng 16 kare 13 taqsim 26. Bu yerga qisqarib ketsa nechta qoladi? 2 1. 2 bilan bu yoqqa qisqarsak 8 u 1. Javob 8 ekan, bo'ldi. Tushundinglarmi? Qiyin emas ekan. Davom etaveraylikmi? Xo'p. Tak. On to'rtinchi misol. Qarang. Xususiy holat uchun formulalarni o'rgatib ketmoqman. Tushuntirib o'tiramiz hozir. Xo'p, bizdan so'ragani nima ekan desa, xo'p, x ni so'rayapti ekan. Demak, keyin bitta ish qilamiz. Bissektsiya o'zi tushgan tomonni nima? Yon tomondan nisbati bo'ladi, to'g'rimi? Demak, nima qilamiz? Yon tomonimiz buni 5k desak, bu tomon nima bo'ladi? 13k bo'lib qoladi, to'g'rimi? Ya'ni, mana 5ga 5k bos keldi, 13ga 13ga. Men 15 ko'rib yozib qo'yibman, to'g'risi 15 qilib qo'yaman mana. Men 14 yozaman deb 15 yozib qo'yibman, uzr. Endi boshladik. 5 12 5 12 13, to'g'rimi? Esimizdan pifagor sonlari 5 12 13miz. Shuning uchun bu tomonni nima qilamiz? 12k bo'lsa, 12k teng necha bo'ldi? 18 ga. K teng necha? 1,5. Xo'p, 13 ni 1,5 ko'paysa necha bo'ladi? Qaranglar, bittasi 13 bo'ladi, yarimtasi 6,5 bo'ladi. Qo'shsa 19,5. 1,5 ko'paytirish oson, qiyin emas. Tushundinglarmi? Tushunarlimi hammaga? Kim tushunmay qolmasin misol. O'ylanib turibsizlar, shu tushunmadim deya olmayapsizlarmi? Ha? Tushundingmi? Yaxshi. Davom etamiz. 18. Chiroyli yozib oldim. Siz. Mayt 8 ekan, mayt x ekan. Bizga nima deyapti desa, xo'p. A B B S ga teng. Ya'ni mana 45 gradusli uchburchak, mayt 45 chiqib qo'ysa o'z mayt 90. Shu bilan o'zi ko'rinib qolaveradi. Bu yoqda ham x plus 8 bo'ladi. Bizdan nima so'ra x so'rayapti. Endi qaranglar, mana nimalar desa, endi yana ham dehqoncha qilib tushuntirgandim, bunday qilaylik. X plus 8 dan demaydi. Mayt A desak, mayt A ildizosida 2 bo'lar desizda bo'lsa. To'g'rimi? Bu nima desa, teng yo'lli to'g'ri burchakli uchburchakning xossasi edi. Shunda bu A bo'lsa, bu A ildizosida bo'lsa, A ildizosida 2 ni A ga nisbati x ni 8 ga nisbatiga tengmi? Bunda A lar qisqarib ketadi, 8 ni ko'paytirib qo'ysa, x ni 8 ildizi ostida 2. Tushunarlimi? Yaxshi turib qo'yamiz. Davom etamiz endi. 24. ABC uchburchakda AB tomon BC tomondan 4 ga uzun, B uchidan B'da bissektsiya tushilgan bo'lib, A'da 8 ga, C'da 6 ga teng ekan. Xo'p, boshladik. A, C, B, xo'p, mana bu joy BC dan AB'miz 4 ga uzun ekan, maytimiz 8 ekan, maytimiz 6 ekan. Demak, hozirgi chizmasini chizib olsangiz o'zi ko'rinib qolaveradi. X plus 4 ni x ga nisbati 8 ni 6 ga nisbati edi. Ko'paytirib, xohlasangiz qisqartirsa bo'ladi. 4 taqsim 3 deb turib, endi ko'paytirsiz. 3x plus 12 teng 4x, x teng 12. Tushunarlimi? Qiyin emas ekanmi? Xo'p, mana shu yozib olasizlar. Davom ettiramiz yana.
Hop, 26-misol yetib kelibmiz. Qarang. Jam. A'da bisektrisa deyapti. Xo'p, shu bisektrissani topamiz ekan, bizga tomonlar berilibdi. Qarang. Mana shu ekan. Olti, 8, bu tomon 7, mana bu x ekan. Endi hurmatli o'quvchilar, bu misolda ishlashimizda, endi bisektrissani x bilan belgilayapti. Buni hech qanaqa nima desam bo'ladi. Hech narsa muammoli joyi yo'q. Xo'p, biz xolasa L deb olib ketsak ham bo'ladi. Xo'p, formula bo'yicha oladigan bo'lsak, qaysi formulaga tushadi? Bu ikkinchi formulaga tushadi. Sababi, bu yerda 3 ta tomon berilganda, tushunarlimi? Birinchi o'rinda nima qilamiz? Yarim perimetr. 6, 7, 8. Necha bo'ldi? 21/2. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, mana bunaqa kasrli holatda chiqqanda, yarim perimetrda iloji boricha shu kasrga o'tkazmanglar, ya'ni o'nli kasrga o'tkazmanglar. Mana shunday noto'g'ri kasr holatda tursin, tushunarlimi? Osonroq ildiz chiqaramiz shunda. X barobar 2 ta qism yon tomonlarini qo'shardik, to'g'rimi? Va ildiz ostida yon tomonlar ko'paytmasi yarim perimetr va yarim perimetrdan nima ayiramiz? Ana shu tushgan tomonni ayiramiz, 7 ni. Nima boshladik? Qaranglar. Xo'p. 2 ta qism 14 maydalab tushuntiravering. Ko'paytiruv ildiz ostida. Xo'p, mana buni ham ko'paytirishga harakat qilmanglar, bolalar. Masalan, ko'paytirmagandan ko'ra biz ko'paytirib ajrataylik. 2 kara 3 deylik, 2 kara 4 deylik. 21 ni mana misol uchun 3 kara 7 taqsim 2 deylik. Bu yoq endi umuman berсам 2 ta 14 7 taqsim 2 deylik. To'g'rimi? Endi boshlanadi. 2 kara 2 bilan mana 2 kara 2 ketadi. Qara endi. Xo'p, mana 2 bilan bu 14 ham qisqarib turib 1 taqsim 7 ko'paytirilgan. Endi qarang, 2 ta 3 dan bitta 3 chiqdi. 4 dan ildiz 2 chiqdi. 7 kara 7 dan ildiz 7 chiqdi, bo'ldi mana. Bitta 7 bilan 7 qisqarib ketsa javobimiz 6 bo'ldi. Tushundinglarmi? Ya'ni biz noto'g'ri kasr holatda tursa osonroq ildiz chiqaramiz. Buni biz ko'paytirishda ajratish orqali chiqaramiz. Xo'p. 34. E 34 bo'lib ko'raveramiz, keyin orqaga ham bitta qarab qo'yamiz, orqadagi misolimiz ham. Xo'p. Bu joy 45 gradus. Bunisi ham 45 gradus. Bunisi x, bunisi 4, bu 8 bo'ldi ekan, mana shu ekan. Xo'p, qaranglar, bu yerda ikkita tomon bilan ular orasida burchak berilganda 3 tomon kerak emas bizga, to'g'rimi? Nima qilamiz? X barobar 2 ko'paytma, shu yon tomonlarning ko'paytmasi. Endi kosinus 45 olasiz. 90 olmanglar, ha? Tushunarlimi? Yarmini olamiz deganmiz. Kosinus 45 da ildiz ostida 2 taqsim 2. To'g'rimi? 34 da xato yozib qo'ydim-da. 67. Mayli, endi 34-misolda shuni 45 yozib qo'yibman. Hech narsa qilmayman. Bu bo'lsa misol deb qo'yamiz. Qaysi tur misol? Yo'sh misol. Endi faqat 4 plus 8 qo'shib qo'yamiz, ismini chiqaramiz. 2 bilan 2 qisqarsa, to'g'rimi? Endi davom etamiz. Xo'p, 32 ildiz ostida 2 taqsim 12. 12 bilan buni qisqartsa 8 ildiz ostida 2 taqsim 3. Bo'ldi. Tushundinglarmi? Nima qilamiz? 4 ga qisqartirib oldik, bo'ldi. Xo'p, keyingi misolga o'tamiz. Tak, 30-misol bor ekan mayda. Nima deyapti? Qarang, tushuntirib qo'yaman. Mo tomon 12, mo tomon 8. Bisektrisa tushirsa deyapti. Bisektrisa tushirsa. Mayt 6, mayt x ekan. Nima endi mayt y deb olaylik avvalambor. Y taqsim 6 teng 12 taqsim 8, to'g'rimi? Xo'p, endi 6 ga ko'paytirib yuborsam 12 kara 6-chi 72 8 bo'lsa 9 bo'ldi, to'g'rimi? Endi biz x topamiz. X teng ildiz ostida yon tomonlarni ko'paytmasi, ya'ni 8 kara 12 minus 6 kara 9. 9 qayerdan bu yerda 9 to'g'rimi? O 8 kara 12 necha teng? 96. 54 darsi necha bo'ladi? 42. 42 dan ildiz chiqmaydi. Mana shu ildiz osti 42 bo'lib qoladi. Bu qaysi formulaga tushdi? Bu 3-chi formulaga tushdi. Bunisi birinchi, qani?
Hop bu 2 ga bu birinchi formulaga tushdi mana. Tushunarlimi? Mana 3 ta formula bo'yicha misollarni suribdi. Hop davom etamiz. Hop. 38-misolda nima deyapti? 6 12 bisektor esa tushadi deyapti. Qarang, mayt x bo'lsa, bunga mana bu qism teng ekan. Ya'ni bu bo'ladi o'zi, ya'ni mayt x ekan. Demak 6 x massa 12 2 barakatda yanchi bu 2x bo'lib qoladimi? Hozir 3-formuladan foydalansak nima bo'ladi? X teng ildiz ostida 6 kara 12 minus x kara 2x. Demak, ikki tomonni kvadratga olsa 2x ning kvadrati teng 72 minus nima bo'ladi desa 2x ning kvadrati. Bu yoqqa o'tamiz. 3x ning kvadrati teng 72 yu x kvadrat teng 24, x teng 2 ildiz ostida 6 bo'ldi. Tushunarlimi? Qiyin emas ekanmi? Xo'p, davom etamiz. Hop, 52-misol. Mayli 5 bo'lsin deyapti. Ber 4 bo'lsin deyapti. O bu x mayli 8 bo'lsin deyapti. Bu yerda bizga bisektorsa deb berib qo'yibdi. Xo'p, qarang, bisektorsa yana bir xossasidan biri, buni biz nima qilamiz? Perpendikular tushirdik. Ya'ni bizda bitta narsa bor-da, mana shu narsa e'tibor bering. Bu alfa. Mana tomon ekos uchun misol uchun y deb faraz qilsak, ikkala uchburchak uchun ham teng, to'g'rimi? Ikkita tomon va ular orasidagi burchak, ikkinchi uchburchakning ikkita tomon va ular orasidagi burchagiga teng bo'lsa, to'g'rimi? Bu yerda nima uchburchaklar o'zaro teng bo'lib qoladimi? To'g'rimi? Uchburchaklar tenglanib kelib qoladimi? Shuning uchun biz nima qilamiz? Xuddi shu balandlik tushirgan joyimizda deylik, yoki bo'lmasa 5 gacha bo'lgan qismini tushirib olaveraylik. 5 bo'lib qoladi mana joy, to'g'rimi? Ya'ni 5 bo'limiz y oldi, ular orasida burchak alfa oldi. Bunday ham tushundik. Y 5 alfa. Demak, nima qoldi? Mayt 4 olami? Menga necha qoldi? 3 qoldi. Bo'ldi ish. Tushundinglarmi? Qiyin emas ekanmi? Xo'p. Buni endi qiyinroq yo'li ham bor, u kosinusdan teoremasiga ketib qoladi. Mana qarang. 54-misol yana bir. Olti deganda to'liq tomonni emas, faqat bo'lak berilyapti. DS bo'lak ekan. Mana shu bo'lak ichkariga kirib qo'ysa ozonroq ko'rinadi. Xo'p, endi biz nima qilamiz? X ni topishimiz kerak. Buning uchun biz bu tomonga x deb mana bisektor ekan, qarang. Bu bisektor ekan, bunisi ham bisektor ekan, to'g'rimi? 3 ta bisektorcha bir nuqtada kelishadigan xossasiga ko'ra, endi siz meni xato chizib yubordim, qo'lim qiyshayib ketdi. Demak, nima bo'ldi desa, xo'p, keyin birinchi xossamiz bor edi. Uchburchakning yon tomonidan sifatida bo'linish xossasini bisektor tushilgan, to'g'rimi? Bisektor tushilgan tomonimiz yon tomondan sifatida bo'linadi. Bo'ldi. Nima qilganimni tushundinglar-a? Mana x ni 4 ga nisbatan mana bitta uchburchagimiz bor edi. Bu uchburchagimiz nima ekan? B D S uchburchak. B D S uchburchagiga qaraydigan bo'lsak, buni S uchidan tushgan bisektor esa B D tomonni yon tomondan sifatida bo'ldi. X ni 4 ga nisbatan x ga mos keladi 15, 15 ni 6 ga nisbatan deb qo'yamiz. Bo'ldi. Shu bilan bo'lsa x teng 10. Javobimiz shu. Davom etamiz, hurmatli do'stlar. 58. Hop, 58-misolda aytayapti-ki, bisektor esa berilgan, yana. A nuqta deyapti. Bisektor esa kesish nuqtasi bo'lsa deyapti. Mana A mayt L mana tomon 18, mana tomon 30 mayt BS mayt mana bu bo'ldi. Mana shu L va ichkari kirib turib, mana 24 ekan. Xo'p, avvalambor kelinglar, biz nima qilamiz? Xo'p, bizga bu yerda so'ragan narsa A-ni O-ga nisbatini so'rayapti. Buning uchun bizga nima kerak? Bizga birinchi o'rinda kerak bo'lgan narsa. Xohlasangiz bu tomondan, xohlasangiz bu tomondan o'tkazadi. Men bu tomondan o'tkazdim, to'g'rimi? Bu tomonim 18 bo'ldi. Bu yon tomonimiz esa o'zi hozircha
x deb faraz qiladigan bo'lsak, to'g'rimi? Shu x ni topganimizda x ni 18 ga nisbatda bo'linadi, to'g'rimi? Keyingisi esa 24 minus x. Xo'p, boshladi endi. X taqsim 24 minus x teng 18 taqsim 30 mi? 30 bilan 18 qisqartirsak, 6 ga qisqartirsak 5 ta, 3 ta. Ko'paytiring. 5x teng, hop, 72 minus 3x. Hop, 8x teng 72. X teng 9 bo'ldi, javobimiz shu. Tushunarlimi? X ni 9 ni topa oldingizmi? Bu yerda x ni 9 ni topdinglar, tushunarlimi? Mana shunda x 9 ni topganimizdan keyin endi bo'lsa a ni o ga nisbati a o ga mos kelgan bissektirsamiz. Mana bu tomondan bissektirsa bo'ladi-ku, to'g'rimi? Bu yerda bissektirsa edi. Yon tomonlar nisbati bo'ladi, 18 ni 9 ga nisbati. Ya'ni 2 bo'ldi shu. Tushundinglarmi? Qiyin emas ekanmi? Davom etamiz yana. Yana birorta misol ko'rib ketaylik. Xo'p, endi mana shu xossani aytib o'tishimiz esimizdan chiqib qolibdi. Bu sinuslar teoremasidan kelib chiqqan xossa. Tashqi bissektrisa xossasi bor. Mana A, B, C, D desak. Qaranglar. Uchburchakning bitta tashqi bissektirisasi va uchinchi, ya'ni bir tomonni davom ettirganimizda uchburchak hosil qilingan. Mana shu joyda endi xossa bor. Ya'ni A ni B ga nisbati A ga mos kelyapti C tomon. Xo'p, B ga mos kelyapti C plus D tomon. Bo'ldi. Tushundinglar? Shu xossa esdan chiqarmang. Bu xossaga 63-misol turibdi. Bu 8, bu ham 8 ekan. Belli alfa ekan. Bu esa x ekan. Xo'p, nima qilamiz? Mana bu narsadan boshlaymiz. 8 ni 10 ga nisbati 8 ni x plus 8 ga nisbati. Xo'p, bundan keyin x plus 8 teng 10, x teng 2 bo'ldi. Javobimiz shu. Qiyin emas ekan-a? Xo'p, bu yoqqa yaxshi. Xo'p, to'xtatib turavering.